Hormayli suyitlarni yoqamiz. Assalomu alaykum hamma 10 nafar podpischiklarimga. Charchamayapsizlarmi? Bizda 2009-yil Nexia hamma joy chang bosyapti. Plus tomoni hamma joy radnoy. Bironta tomchi kraskasi yo'q ekan. Ishlar bor, shani qilishga boshlaganmiz. Taboy almashadi. Shukrlar bo'yaladi. Qolgan joyiga petna ishlar bor. Shuncha instrument valyatsa qo'yapti, e'tibor bermaysizlar. Bitta kuzovchiga shuncha instrument, mani hali yarimi professional instrumentlar hammasini olaman desangiz, u garaj to'lib ketadi. Elektriklarga mazzada. Elektriklarga bitta kontrolka, atverka, ja borsa bitta ключ naborcha bilan mazza havosim keladi o'sha. Kodlar tortildi, nima ishlar qildik Nexia'ga. Kod sinib qolgan, yuraverib gaz balonni hisobigami, yuk ortgami, zazorlar qisqarib ketganda kodini tortib, zazorlarni ochib, hammasini padunga qildik. Zamoklar qo'yilmagan mana. Padunga qilgan payti albatta zamoklarni yechib qo'yiladi, keyin oxirida taqib tekshiriladi. Zamok yo'q holatda o'zi eshigi to'g'ri kelishi kerak joyiga. Bitta lifehack bilgan biladi, bilmagan balkim foydali bo'lib qoladi. Bilmaganga ilgari kim bilsa Nexia'ning tagidan tortilardi mana yerdan. Mana shu yerdan tortilardi. Uzilib, mana shu kurchok uzilib ketardi. Buni oson yo'li biz 45 yildan beri ishlatamiz shu usulda. Amortizator yechiladi. Mana shu yerga taxta qo'yiladi bitta. Mana shu yerga bitta taxta qo'yiladi. Keyin mana shu domkrat qo'yiladi-da. Mana shu kurchokka tirab orasiga domkrat bilan tortiladi. Domkratni qancha ko'p aylantirgan sari skutini shunday ko'tarib zazorlar ochilishni boshlaydi. Ikkita tomondan ko'tarilgan, zazorlar to'g'ri keldi. Endi ikkita bamper taqamiz. Yangi. Gazvollar chanada turgan bo'lgan, almashtirildi. Sababi lanjeronga chana qo'yilgan-ku, o'sha lanjeron bo'shliq joyiga qo'yib qo'ygan chanani yorib kirib ketgan ichkariga. Xudo xolasa tayyor holatda yana bir video qilib obzor qilamiz-da. Ko'rsatamiz. Mashina bozorga tayyorlanyapti. Hozir olmayapti, chirigan joychasi bor ekan mana. Kusak qo'yib yamaldi. Shpakilovka to'ldirib olsa ham bilinmay ketardi. Lekin unaqa ish qilmaymiz. Qo'ldan kelgancha yaxshiliklarni qilishga harakat qilamiz. Mayollar grund sepamiz, zangini olib. Yerda ozroq zangi bor ekan, olib tashladik tozalab. Mashina tayyor holatda esini ham video qilib chiqaramiz. Keyingi videoda kuzatib boringlar. 10 ta podpischiklarimga rahmat, salom yo'llayman hammaga.